Salom do'stlar, hozir mana MP Point'ni videosini ko'rib chiqamiz. Kecha so'ragan ekansizlar. Buning uchun Bloom'ga kiramiz va o'sha Memi degan joydan bosib, shu eng oxirgisi bot orqali kiramiz hamda shu joydan tonni notni tonga aylantirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun startni bosganimizdan keyin bizga adreslar berilgan bo'ladi. Mana shu ton adresimizga ton tashashimiz kerak bo'ladi. Hozir ton tashayman va videoni davom ettiramiz. Tak, mana ton tashadim. Endi Kupit Productni bosamiz hamda bu yoqda monetalarni ro'yxatini bosamiz hamda ton setini bosamiz. Shu joydan notni topib olamiz va Kupitni bosamiz. Bosganimizdan keyin biz kamida o'sha $10 qilishimiz kerak. Kamrog'ini qilib ko'rdim, MP Point bermadi. Shuning uchun tak $10 bo'lish uchun 3.7 yozsam, menimcha bo'lib qoladi. Tak. Bosganimizdan keyin mana tepada $11 ham ko'rsatdi. Endi Kupitni bosamiz. Tak, mana обработка ketdi. $11 ga olinadi. Shuncha not ko'rsatmoqda. Va mana galchka yonib qoldi. Endi biz ozgina kutamiz. Hozir Bloom'ga kirib tekshirib ham ko'rishimiz mumkin. Tak, Bloom'ga kirib обновление qilib ko'ramiz. Tak, bilasizlar, o'sha airdrop uchun kriteriyasini yozgan edi. Bunga o'sha 750 ta MP Point hamda 100 ming ta BP Point va 2 ta do'st deyilgan edi. Shuning uchun agar kimda bo'ladigan bo'lsa, endi airdrop qancha beradi buni bilmaymiz. Shuning uchun xohlovchilar qilib qo'yishi mumkin. Tak. Mana endi 750 mana aylandi, o'sha обработка bo'ldi. Endi обновление qilib ko'rganimizdan keyin bizda o'sha tushib qolgan bo'ladi. Mana 750 ta tushgan. Endi biz monetamizni, o'sha not monetamizni qaytarib tonga o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun Productni bosamiz va yana Productni bosamiz. Bosganimizdan keyin xuddi shunaqa yana обработка ketdi. Shunda endi komissiyalari bilan ozgina ketadi komissiyasiga, shuni e'tiborli bo'lib hisoblab ko'rib, endi airdrop hech kim bilmaydi qancha beradi. Shuning uchun so'raganlaring uchun qilib ko'rsatib beryapman. Tak, 750 ta haligacha turibdi. Hozir ожидание tugaganidan keyin уже mana bizning notlarimiz tonga aylandi. Startni bosganimizdan keyin mana bu yoqda ham mana 1.5 ming ta MP Point ko'rsatmoqda. Endi hamyonni bosamiz va tonni tanlab biz tonimizni yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Shuni bosganimizdan keyin biz o'sha ton adresimizni yozishimiz kerak bo'ladi va jo'natamiz. Memo degan joyga hech nima yozish shart emas. Men kecha yechib ko'rdim va o'sha tasdiqlashni bosganimizdan keyin bizning hamyonimizga monetalarimiz kelib tushadi. Albatta tushunmagan joyimiz va savollar bo'lsa, not krukda beramiz.